Təvəllük tuyg'usi nima uchun shuncha muhim? Bizni bearam qilayotgan asosli omillardan biri shuki, biz yaqinlarimizni to'limi seg'indik. Ota-onalarimizga, urug' tuqqanlarimizga, do'stlarimizga tashna bo'ldik. Tug'ma tabiatimizda boshqalar bilan barda keldi qilib turishga moyil bo'lgan biz Uyg'urlar Xitoyning 21-asrdagi fashistik siyosati tufaylidan vatan va vatandagi urug' tuqqanlarimiz bilan normal aloqamiz daxliga uchrab qolmay, hamma oiladan degidak nurg'un kishilar lagerlarga kirib ketdi va izdirki bo'lmadi. Xitoy virusi vabosi ruhiy sog'lomligimizga og'ir darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi. İjtimoiy orliqni saqlash, ya'ni bir-birimizga yaqin kelmaslik, qo'l elishib ko'rishmaslik zaruriyati hayit bayramlar munosabati bilanmi burunqidek yig'ilib ko'risholmaydigan qilib qo'ydi. Bularning hammasi bizning tavalluk tuyg'umizga bo'lgan ehtiyojimiz bilan munosabatlikdir. Halbuki Uyg'urlarning ichida tavalluk tuyg'usining shunchalik muhimligini yanada to'liq to'nib yetmaganlar bo'lishi mumkin. Tavalluk tuyg'usini tushunish bizning hissiy sog'lomligimizga, shundaqla kelgusimizni texmi yaxshi o'tkazishimizga foydali. Tövəndə biz tavalluk tuyg'usini tonish va shakllantirish usullari to'g'risida to'xtalamiz. İştirak va ijtimoiy o'rtoqlik. Shunisi aniqki, tavalluk tuyg'usi ma'lum bir guruhga yoki jamoatga bog'langanlik tuyg'usi. Ya'ni sizning o'zingizni ma'lum bir shay'ining bir qismi deb his qilishingizdir. Siz o'zingiz tava shu to'pdagilarga bog'langan, yaqin va shular tarafidan to'liq qabul qilingandek his qilasiz. Ammo tavalluk tuyg'usi nuqul holda ma'lum bir guruhning a'zosi bo'lishli emas. Tavalluk tuyg'usi o'z navbatida yana ijtimoiy o'rtoqlikdan iborat bir yurish, o'rtaq e'tiqod yoki g'oya bilan zich munosabatlik. Siz tavalluk tuyg'usini haqiqiy turda his qilish uchun cho'qim o'zingiz tava kollektiv a'zolari bilan bo'lgan birdaklik va o'rtaq xususiyatni his qilishingiz kerak. Jonathan Haidt o'zining Baxt to'g'risidagi qiyos nomli kitobida buni halqiliq ishtirok deb atagan. Bu bir xil munosabat tori va jamoatchilik tuyg'usi bo'lib, siz o'zingiz tava shu guruhdagi faoliyatlarga, odatlarga va shu guruhning o'ziga bog'langandek his qilsiz. Nervi rahbarshunosligi institutining oliy maslahatchisi Jenin Stewart shundoq deydi. Biz ma'lum bir guruhga qarta ijtimoiy o'rtoqlik tuyg'usiga ega bo'lganda, olg'a ilgirlab, ortiqchiligimizni joriy qildira olamiz va haqiqiy o'zimiz bo'la olamiz. Boshqa kishilarning orasiga kirvilishlar tavalluk tuyg'usi shakllantira olmaydi. Amaliyotda tavalluk tuyg'usi ashu guruhning a'zosilik sifatida e'tirof qilinishi va shuningdan manbalangan texmi yuqori sifatlik o'zaro ta'sirlashish bilan munosabatlikdir. Dal ashu xil uzun muddatlik o'zaro ta'sirlashish bizning to'liq va haqiqiy odam bo'lishimizni kafolatga ega qiladi. Bularning hammasi qanoat tuyg'usi shakllantirish va butkul millatning muvaffaqiyati uchun intayin muhim. Ommaviy fanlar kutubxonasi Universal jurnalida e'lon qilingan bir tadqiqotdagi bayqashga ko'ra, tavalluk tuyg'usi nuqul holatdagi do'st tepishli bo'lmasdan, to'p a'zoligidan iborat salohiyatmi nihoyatda muhim bo'lib, u kishining o'zini qadrlashga turtki bo'ladi. Bir talay do'st tepish kishining o'zini qadrlashiga turtki bo'la olishi notayin bo'lsa-mu, ammo bir qanchalagan jamoat yoki to'pqa haqiqiy tava bo'lish kishini o'zini qadrlaydigan qila oladi. Dangliq tadqiqotchi Jolanda Jettin mundaq deydi. Guruhlar yoki jamoatlar odatda mo'l qimmat qarashga va e'tiqod sistemasiga ega. Shunga biz muayyan guruhlar bilan o'rtoqlik hosil qilganda, bular bizni dunyoga nazar soladigan ko'znak bilan ta'minlaydi. Xizmatning tavalluk tuyg'usining kuchli manbalaridan biri ekanligidagi sabablarning biri shuki, biz odatda o'z kollektivimiz, ya'ni xizmat o'rnimiz bilan o'xshash kimlik va nishonga egadirmiz. Tüp ehtiyoj. Tavalluk tuyg'usi insoniylikning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Biz kishilarga muhtoj, yana kelib
bu xil muhtojlik mengimizga o'rnab ketgan. Massachusetts Sanoat fanlari institutining yaqinqi bir tadqiqotida bayqilishicha, biz cho'ng mengimizning yemaklikka intiladigan rayonida o'zaro ta'sirlashishga intildikanmiz. Yana bir tadqiqotda ko'rsatilishicha, cho'ng mengining jismoniy azobni his qiladigan rayoni bilan jamiyat tarafidan chetga qiqilishni his qiladigan rayoni o'xshash ekan. Britaniya Kolumbiyasi universitetining tadqiqotida shu narsa bayqaldiki, biz xizmat jarayonida chetga qiqilganda bu xizmatdagi norozilik va sog'lomlik masalalarini keltirib chiqardi ekan. Yana shuningdek, Michigan universitetining bir tadqiqotida bayqilishicha, kishilarda tavallik tuyg'usi kamchil bo'lganda bu tushkunlikning kuchli bishoratchisi bo'lib qoladi ekan. Amaliyotda u yolg'izlik yoki ijtimoiy qo'llashning yetarsizligidan mubakrak kuchli bishoratchi ekan. Bu jihatda hayvonlarning misoliga qarab beqishmo aqlga muvofiq. Florida Atlantik Okean universitetining oq kit to'g'risidagi tadqiqotida bayqilishicha, mazkur kitlar yaqin tuqqanlari bilanla emas, balki yana yiroq tuqqanlari va munosabatsiz kitlar bilanmi murakkab ijtimoiy munosabat o'rnatgan. Bu xil hodisa insonlarning qilmishlarida, jumladan yaqin urug' tuqqanlarimiz va do'stlarimiz bilan, shundaqla texmi yiroq kishilar bilan bo'lgan aloqamizdami aks etadi. Tavallik tuyg'usining odat va ifodaga bo'lgan ta'siri. İnsanlarning aloqaga bo'lgan intilishi o'z navbatida harakatga turtki bo'ladi. Ziyrak fonlarning loyilanishi va uningga bog'lanib qolish buning jonliq misolidir. Psixologiya Fasillar jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda bayqilishicha, ziyrak fon ulluq aloqa ehtiyojini qondiradigan bo'lg'achqa kishilarni o'ziga ram qilib oladi ekan. Mazkur tadqiqotga ko'ra, insonlar boshqalarni ko'z tutishga, ya'ni ko'rishga, anglashga va o'ylashga, shundaqla boshqalar tarafidan nazorat qilinishga, ya'ni ko'rilishga, anglanishga va o'ylanishga intayin yerisman ekan. Ziyrak fon dal insonlarning mushxil ijtimoiy ehtiyojini qondirg'achqa kishilar uni qo'lidan tushira olmaydi ekan. Xizmat kollektiviga munosabatlik mustaqil tadqiqotda bayqilishicha, kishilar xizmatdoshlari bilan yuqori darajada uyushuvchanlikni his qilganda xizmatdagi ifodasi texmi yaxshi bo'ladi ekan. Hamda kollektiv tarafidan qabul qilinish istiki puldunmi kuchlik harakatlantirgich kuch ekan. Aniqki kishilar ma'lum bir guruhi bilan o'rtoqlik hosil qilib, bir jamoatning muhim a'zosi sifatida qabul qilinishga muhtoj. Tavallik tuyg'usi shakllantirish. Tavallik tuyg'usi bu qadar muhim bo'lganligi, shundaqla vatanning ichinishlik ahvoli, ondan Xitoy virusi tavallik tuyg'usiga bo'lgan ehtiyojimizni kuchaytirayotganligi uchun biz cho'qim angli qoldi boshqalar bilan aramizda uni shakllantirishga kuchishimiz kerak. Buni tövandikidek real usullar orqali ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi. Kollektivning qo'yniga kiring. Shaxslar bilan do'stlik o'rnating, ammo shuning bilan bir vaqtda o'zingiz o'rtaq buruch va ittifoqlik tuyg'usini his qila oladigan shaxsiy yoki kasbiy guruhlarga qatnashishni o'ylashib ko'ring. Hozir ko'plagan Uyg'urlar ma'lum WhatsApp guruhlarida mushu xil ehtiyojning sababidan turibdi. Uyg'ur kollektividan boshqa xizmatdoshlaringiz bilan o'rtaq bo'lgan kimligingizni esingizga selib turing. Hamda xizmatdoshlaringiz bilan boshqa guruhlarga kirish yoki qurish to'g'risida o'ylaning. Masalan, shirkatingizdagi yugurish klubiga a'zo bo'ling yoki tashkilotingiz uchun xizmat qiladigan boshqa kishilar bilan o'qirmanlar guruhi quring. Ma'lum narsaning bir qismiga aylanish, shundaqli sizning nishoningiz bilan kollektiv nishoni o'ttirsidagi sijillik va uyushchanlik sizga texmi kuchli tavallik tuyg'usi ato qiladi. Samimiy bo'ling. Ba'zi mutaxassislarga ko'ra, siz samimiy, o'ngluq bo'lganda va iqtidorliq deb qaralganda ondan ishonch borliqqa keladi. Siz ochiq yo'riq bo'lib, boshqalarga yesdoshlik qilsangiz, tavallik tuyg'usi uchun sharoit hozirlay olasiz.
Tədqiqatçı John Cacioppo yana kishilar boshqalar bilan texmi unumlik aloqa qilganda g'ayriblik tuyg'usining pasayib, tavallik tuyg'usiga yo'l ochadiganligini bayqagan. Uchur qabul qiling. Kishilarda tavallik tuyg'usi kamchil bo'lganda, ular o'zini tahdidga uchrayotgandek yoki yolg'iz qolgandek his qilib, natijada o'zini chetga tortishi yoki bekinib olishi mumkin. Yana bir tarafdan Stewart mundaq deb ko'rsatdi. O'zimizni rohat his qilganimizda biz psixik jihatda boshqalar bilan aloqa qilishning eng yaxshi holatida turayotgan bo'lamiz. Xizmatdoshlar savol so'rash, quloq solish va zehnini markazlashtirayotganligini bildirish orqali atrofdagi kishilarni e'tirof qilganligini ifodalaydi hamda ularga xotirjamlik bag'ishlay oladi. Stewartga ko'ra, yig'inning boshlangan vaqti bu jihatda yaxshi fursat bo'lishi mumkin. Agar siz bir yig'inga riyosatchilik qilayotgan bo'lsangiz, bir oz vaqt sarf qilib, kishilardan ahvol so'rang. Ondan ularning so'ziga haqiqiy ravishda quloq soling. Anglash darajadan tashqari yuqori quroldir. Agar biz ilgirkidek jismoniy yaqinlik orqali tavallik tuyg'usi shakllantira olmasak, bu chaqda boshqalarning so'zlariga, dardlarga zehnimizni markazlashtirib, quloq solish orqali tavallik tuyg'usi shakllantirish to'g'risida tanlab qatursak bo'ladi, ham cho'qim shunday qilishimiz kerak, deydi u. Biz muajiratda yashayotgan Uyg'urlar chet ellarda qanchalik esil yashab ketayli, yanada vatanga bo'lgan talpinish, vatanning egilik huquqini qaytarib olish va vatanga tezroq berish istikida yashaymiz. Biz garchi o'zimiz turgan davlatlarga ko'nib, yerlashib bo'lgan bo'lsakmi, yanada o'zimizning Uyg'ur jamiyatiga va kimligiga bo'lgan tuyg'umiz bilan yashaymiz va shuning bilan o'zimizni saqlab qolamiz. Chet ellarda tug'ilib o'sgan bolalar uchun tavallik tuyg'usi texmi muhim. Ammo o'z vatanini ko'rib boqmagan bolalarning tavallik tuyg'usi texmi tengirqash ichida bo'ladi. Yig'ib aytganda, tavallik tuyg'usi shaxsning jismoniy, ruhiy va hissiy sog'lomligi uchun intayin muhim bo'lib qolmasdan, Uyg'ur millatining ruhiy sog'lomligi uchunmi intayin muhimdir.